Assalamualaikum hörmətli qərindaşlar. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti, Şərq Türkistan Milliy Uyg'unish Tashkiloti 12 oktyabr kuni Xitoy tajovuzchilarining Şərq Türkistanni besib olganligining 73 yilligini la'natlash munosabati bilan Amerika Tashqi ishlar ministrligining oldida namoyish o'tkazdi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi Xitoy Amerikaga qarshi odatdagidan tashqari urush olib bormoqda dedi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi CBN televiziyasining ziyoratini qabul qilib, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizayotgan vahshiy irqiy qirg'inchilik usullarini, irqiy qirg'inchilikning manbasini, xalqaro jamiyatning bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga e'tibor bermaganligini, xalqarodagi davlatlardan Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llashini talab qilganligini aytdi. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti, Şərq Türkistan Milliy Uyg'unish Tashkiloti 12 oktyabr kuni Xitoy tajovuzchilarining Şərq Turkistonga besib kirganligining 73 yilligini la'natlash munosabati bilan Amerika Tashqi ishlar ministrligining oldida namoyish o'tkazdi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi muhim axborot e'lon qilib mundaq dedi. Apandilar va xonimlar, yaxshimsizlar? Biz bugun Xitoy tajovuzchilarining vatanimizga tajovuz qilib kirib, Sharq Turkiston va xalqiga qora bir kunni boshlatganligini la'natlash munosabati bilan Amerika Tashqi ishlar ministrligining oldiga yig'ildik. Har kimning xabari bo'lganidek 8 yildan beri, ya'ni 2014-yildan e'tiboran Xitoy Kompartiyasi boshchiligidagi Xitoy hukumatı Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Tatar va boshqa turkiy xalqlarni tamoman yo'qotishni maqsad qilgan rəhimsizlarcha irqiy qirg'inchilik harakati yurgizdi. Xitoyning Sharq Turkistonda izchil yurgizayotgan mustamlika, irqiy qirg'inchilik, ishg'ol harakatini to'liq oxirlashtirish uchun xalqaro jamiyatning Xitoy Sharq Turkiston to'qinishining manbasini tushunishi intayin muhim. Sharq Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikning yiltisi Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilishidan iborat. 1954-yildan boshlab Xitoy Sharq Turkistonni azaldan Xitoyning bir partisi deb kelmoqda. Tarixiy haqiqatlar Xitoyning tashabbuslarining Xitoy imperializmining bayonlarini quvvatlash uchun to'liqlangan azg'un asossiz to'qilmadan boshqa narsa emasligini isbotladi. 73 yil ilgari Xitoy imperializmi Xitoy Kompartiyasi bayrog'i ostida yangidan tug'ilgan kunda Xitoy Kompartiyasi rahbarligidagi Xitoy Xalq Cumhuriyati deb atalgan Xitoy imperializmi Sharq Turkistonning territoriyasi, zamin butunligi, egilik huquqiga tajovuz qildi. Xitoy Kommunistik partiyasi 1949 yil 10 oyning 12 kuni Xitoyning atalmış Xalq Ozodlik armiyasining 2-chi armiyasi Sharq Turkiston bilan Xitoy o'rtasidagi Anshi Yumin chegarasidan o'tib, Sharq Turkistonga tajovuz qildi. Xitoy tajovuzchilariga qarshi tashkillik milliy qarshilikning oldini olish uchun 2 oy ilgari, ya'ni 1949 yil 27 avgust kuni Sovet İttifaqı Sharq Turkiston Cumhuriyatining Cumhur raisi, bosh sekretari, ichki ishlar ministri va davlat mudofaa ministrini o'z ichiga olgan yuqori darajalik amaldorlarni qaslab o'ldirdi va buni aeroplan voqeasi deb atadi. Buni oz deb sentabr oylarida mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyatining 30 nafar yuqori darajalik askari va hukumat amaldorlari Sovet axborot xodimlari tomonidan qaslab o'ldirildi. 1907-yildagi Lahay nizomnomasining 42-moddasida territoriya dushman askarining boshqarishi ostiga kirganda ishg'ol qilingan hisoblanadi. Ishg'ol faqat mushundoq bir huquq amaliylashgan territoriyaga qadar uzunadi. Uning ustiga xalqaro Qizil Kirist jamiyati ishg'ol va insoniyat qonuniga tuvandagidek aniqlama beradi. Ishg'ol qonunining uyg'unlanishi nuqtasidan ishg'olning bexatarlik kengashining ruxsatini olish olmasligi bilan maqsadining nima ekanligi yoki haqiqatanmi ozodlik, hokimiyat yoki ishg'oliyat deb atashning munosabati yo'q. Bugun Xitoy Kompartiyasi harbiy ishg'olining bugunga qadar davomlashib kelayotgan mustamlika, ishg'ol, irqiy qirg'inchilik harakatining 73 yillik xotira kuni. Gerçi Sharq Turkiston xalqi bor kuchi bilan Xitoy Kompartiyasining ishg'oliyatiga qarshi turgan bo'lsa-mu, Sovet İttifaqı Xitoyning Sharq Turkistonni egallab olishiga yordam qilgan. 1942 yil 12 dekabr kuni mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyati Sovet İttifaqıning yordami orqasida Xitoy Kompartiyasi boshchiligidagi Xitoy Xalq Cumhuriyati tomonidan ag'darilib tashlandi. Qandaqla bo'lmasin, Sharq Turkiston xalqi Xitoy ishg'oliyati va Xitoyning bugunga qadar davomlashib kelayotgan mustamlika, shundaqla irqiy qirg'inchilik harakatiga izchil qarshi turib keldi. O'tgan 73 yilda Xitoy ishg'olchilari Sharq Turkistonni sistematik turda ishg'ol qilib keldi va Sharq Turkistonning nüfus qurilmasini o'zgartirib,
İlgirki 95%'dan ortiq Türk nüfusini 60%ga yetmaydigan ahvolga tushirib qo'ydi. O'tgan 73 yilda millionlagan Sharq Turkistonliklar qasddan yadro siniqi elib berish, irqiy qirg'inchilik xarakterini olgan majburiy homilasini tushirib etish siyosati, majburiy och qo'yish, sud sirtida o'lim jazosi ijro qilish, biologik urushni o'z ichiga olgan turli doimli qirg'inchilik usullari bilan o'ldirildi. 2022 yılның bugungi kunida Xitoy ishg'oli ostidagi Sharq Turkiston xalqi mustamlika va irqiy qirg'inchilikqa duch keldi. Millionlagan Uyg'ur va boshqa Sharq Turkiston xalqi irqiy qirg'inchilik shundaqla mustamlikaga duchor bo'ldi. 2022 yılның bugungi kunida Xitoy ishg'oli ostidagi Sharq Turkiston xalqi mustamlika va irqiy qirg'inchilikqa duch keldi. Millionlagan Uyg'ur va boshqa turk xalqi Xitoyning natsist uslubidagi jazo lagerlari, turmalar va qul emgak lagerlariga sulab qo'yildi. 850 mingdan ortiq Uyg'ur va boshqa turk bolalari oilasidan majburiy ayirib etilib, turma uslubidagi atalmish davlatning yatoqliq maktablari va yetimxonalariga qamalib, sodiq Xitoy fuqarosi qilib yetishtirilmoqda. Yüz minglagan Sharq Turkistonlik ayollar Sharq Turkistondagi turk nufusining ko'payishining oldini olish harakatining turtkisida majburiy tug'mas qildirib etildi. Undan boshqa Xitoy tajovuzchilarining millatimizni yo'qotish uchun elib borgan jismoniy va psixologik zarba berish urushida 10 minglagan Uyg'ur va boshqa turk ayollari bosqinchilik va boshqa shakldagi jinsiy zo'ravonliklarga uchramoqda. Millionlagan xalqimiz qul emgakiga silinib, dunyo miqyosida iste'mol qilinayotgan Xitoyning arzon baholiq mahsulotlarini ishlab chiqarmoqda. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy hukumatı nol Covid siyosati yurgizib, Uyg'ur va boshqa turk xalqlarini uylariga sulab, qasddan ochliq va do'rini kesib o'ldirmoqda. Uning ustiga Uyg'ur va boshqa turk xalqi Covidga qarshi dori purkish, irqiy qirg'inchilik harakatining ta'sirida noma'lum ximiylik moddalardan zaharlanib o'lmoqda. Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa turk xalqiga qarshi elib berayotgan barliq vahshiyliklari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolash ahdnomasida bekitilgan guruh a'zolarini o'ldirish, guruh a'zolariga jismoniy va ruhiy jihatdan og'ir ziyon yetkazish, guruhni umuman yoki qisman jismoniy yo'qolishga yo'l ochadigan sharoitda qo'yish, guruhiga qarata tug'ilishning oldini oladigan tadbirlarni qo'llanish, guruhining bolalarini majburiy holda boshqa bir guruhga yo'tkash qatorliq irqiy qirg'inchilik harakati hozir Sharq Turkistonda elib berilmoqda. 2021 yildan e'tiboran Amerika hukumati, Kanada parlamenti va Yevropadagi 10 dan ortiq davlatni o'z ichiga olgan erkin dunyodagi davlatlar Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni rasmiy e'tirof qildi. Halbuki burchi va prinsipi inson haqlarini ilgari surish, irqiy qirg'inchilikning oldini olish bo'lgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti o'zining nizomnomasida ching turmayli qolmay, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligining oldini olishning o'rniga rag'batlantirdi. Jazolashning o'rniga mukofotlantirdi. Oldingi hafta Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining nurg'ulg'an a'zolari bilet tashlab 21 asrdagi eng jiddiy insonparvarlik krizisi to'g'risida oddiy munozara qilishga chaqiriq qilgan qarorni rad qildi. Dunyoning hatto Xitoyning irqiy qirg'inchilikni ayblay olmasligi Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning kishilik huquqi, odatdagi inson haqlari to'g'risida so'zlay olmasligi, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning mavjud bo'lib turishi, kishilik huquq va erkinlikning kafolatlandirilishining birdan-bir yo'lining Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishdan iborat haqiqatni yana bir qatim isbotladi. Biz erkin dunyodagi barliq davlatlardan bo'lib, Amerika va uning hukumatidan Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni haqiqiy oxirlashtirish uchun Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilishini rasmiy ayblash va Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirish huquqini qo'llash orqali bu masalani yiltizidan hal qilishini, erkin dunyodagi barliq davlatlardan bo'lib, Amerika va uning hukumatidan Sharq Turkistonning xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasidagi da'vosini qo'llab, adolatga erishishiga kafolatlik qilishni talab qilamiz. Biz hukumatlarni Sharq Turkistonning erkinlik va mavjudlik ko'rishini Ukrainaning Rus ishg'oliga qarta elib berayotgan ko'rishini qo'llaganiga o'xshash qo'llashga chaqiramiz. Boshqa qarindoshlarmo muhim so'z qilib, Sharq Turkistonning besilingan zamin ekanligini, Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikning sababining ishg'ol ekanligini, Amerikani o'z ichiga olgan erkin dunyodagi hukumatlarni Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb tunib, Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun yordam qilishini talab qildi. Amerika amaldorlari Xitoy katibaşlarının Amerikada rayonning muqimsizligini ilgari surish maqsadida chiriklik, zaharlik chekimlik savdosini tashviq qilish orqali xumor bo'lish va o'lim qatorliq oqibatlarni kengaytishdagi ikki siyosatini munozara qildi.
Baş ministerimiz Salih Xudayar Efendi Xitoy Amerikada Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata qilgan qilmishlarini qilyotidi. Zərərlik chekimliklarni chektirish orqali kelgusidagi nasllarni buzg'unchilikqa uchirtidi. Xuddi 1998 yildagi Cheklimsiz urush nomli kitobida tasvirlaganidek, Amerikaga qarshi odatdagidan tashqari urush elib bormoqda dedi. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining 12 oktyabr kuni Amerika Tashqi ishlar ministrligining oldida o'tkazgan namoyishi dal shu kuni CBN televiziyasida xabar qilinib, Bosh ministerimiz Salih Xudayar Efendi ziyorat qilindi. Xabarda surgundagi Uyg'ur musulmonlari Amerika Tashqi ishlar ministrligining oldiga yig'ilib, Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi namoyish o'tkazdi. Kommunistik tuzum diniy asonliklarni bostirishni davomlashtirmoqda. Namoyishchilar Amerika hukumatini Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish uchun kuchli harakat qo'llanishga chaqiriq qildi. Yaqinda e'lon qilingan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining dokladida Xitoy Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata insoniyatga qarshi jinoyat sodir qildi deyildi. Aniq soni ma'lum emas, ammo 1,500,000 diniy asonliklar Xitoyning kasbiy ta'lim-tarbiya markazlariga qamalgan. Sharq Turkiston mustaqilligining kuchli tashabbuschisi, Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudayar orqali texnik ko'p ahvoldan xabar topamiz degandan keyin riyosatchi Salih Xitoyning kontroli ostidagi rayondagi Uyg'ur va boshqa asonliq millatlar duch kelgan ahvoldan bizga texnik yaxshi tushuntirgan bo'lsangiz dedi. Bosh ministerimiz Salih Xudayar Efendi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar amaliyotda Sharq Turkistondagi asonliq millatlar bo'lmasdan ko'p sonliq millatlardir. O'tgan 8 yilda 2014 yildan boshlab Xitoy irqiy qirg'inchilik vahshiy harakatini yurgizib, majburiy minga yuyish, Xitoy zavodlarida majburiy emgakka selish, kimligi, kulturi, diniy e'tiqodidan majburiy ayirib o'tish, Uyg'ur va boshqa turk ayollarini majburiy tug'mas qildirib o'tish, Uyg'urlarning organlarini sug'urib olib, musulmon davlatlarga halol organ sifatida setish qatorliq qilmishlar bilan shug'ullanmoqda. Xitoyning bu qilmishlari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy qirg'inchilik ahdnomasidagi irqiy qirg'inchilikdan iborat deb javob berdi. Uyg'ur va boshqa Xitoy zulmining qurbonlari Amerika va dunyo tarafidan tashlab etildimi deb so'rgan savolga yaqinda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson haqlari kengashidagi bilet tashlash shuni ko'rsatdiki, xalqaro jamiyat inson haqlariga irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga ko'ngil bo'lmaydi, balki ruxsat qiladi dedi. Shunisi to'liq tushunishlik bo'lsin. Nima uchun Xitoy Kommunistik partiyasi Uyg'urlarga zulm qiladi? Zulmni to'xtatish uchun Amerika va boshqalarni nimaga da'vat qildinglar deb so'rgan savolga bosh ministerimiz bu zulm 1949 yili 10 oyning 12 kuni Xitoy Xalq Ozodlik armiyasi Sharq Turkistonga besib kirgandan keyin boshlangan. Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan keyin Sharq Turkistonni Xitoyning bir parchasiga aylantirib olgan. Biz Amerika va boshqa hukumatlarni Sharq Turkistonning besilingan davlat ekanligini tunishini, Sharq Turkistonning qonunliq mustaqilligini qo'llashini talab qildik dedi. Eng oxirida yaqinqi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti dokladida Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmini bayon qilib, irqiy qirg'inchilikni tilga olmaganligini, Xitoyning qilmishlarining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy qirg'inchilik aniqlamasiga mos keladiganligini, Xitoyning besimi tufaylidan irqiy qirg'inchilikning tilga ilinmaganligi so'ralganda, bosh ministerimiz Xitoy besim qilib dokladda yolg'iz irqiy qirg'inchilikning tilga ilishiga to'salg'i bo'lib qolmasdan, balki yana sistema yoki ayrim davlatlar bilet tashlash orqali Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi ta'sirini setib olgan deb javob berdi. Men hayot turib, ahli oilam halok bo'ldi. Men o'zim bilan o'zim oilam uchun ta'ziya eshitmoqdaman. Uyimdagilar, suyimlik yoranlarim o'lib ketdi. Yoshlarim daryo bo'lib oqdi. Yurtimning egiz to'piliklari qon bilan qo'pirildi. Men bo'lsam bu yerda, ulardan yiroqda go'yo ahli oilam va suyimlik yoranlarim turmushning taxtirvallarida rohat surib yashagan zamonlarni o'zim yolg'iz yashamoqdaman. Quyoshning illiq nuri yurtimning ashi egiz to'piliklarini yaltiratib turgan zamonlarni bir o'zim yashamoqdaman. Oilam ochliqdan o'lib ketdi. Ochliqdimi o'lmay qolganlar qilishning tig'i bilan o'lishga majbur bo'ldi. Shu top yurtimdan uzoq bir elda nozi ne'matlik taomlardan huzur ilib, xushbo'y ichimliklardan qaynab ichib rohat surayotgan, lo'mlam karavotlarda qaynab uxlayotgan, kunlarini beg'amlarcha kulki chaqchaq bilan o'tkazayotgan bir shaharda yashamoqdaman.
Ular kunlarini aşındaq külki içinde ötküzmekte. Kunlar bolsa ularning ustidan kulmekte idi. Ailemdekiler en har ölümni tetidi. Men bolsam özümning hayot sahnasidagi bu fojialik tragediyaga qaramay aram xudo. Xotirjam hayot kechirib turibdiman. Keşke aşı izilgen milletimning arasida aç qo'yilganlar va izilganlar qatorida o'lib ketsam. Shundoq bo'lganida balkim yuragimni tog'dek bosgan bu ig'irlik bir oz bo'lsa yeniklab qolar. Ko'zlarimni qorong'ulik qoplaydigan kechalarmi azlar bo'g'iydi. Chunki tragediyani birlikda boshdan kechirgan, mushaqqatli kunlarni teng tortganda shahidlikka tutashtiradigan shu dahshatli kuchilmishlarni yurakdan his qilg'ili bo'ladi. Hatto begunohlar qatorida ma'sumani o'lib ketganligidan iftixorlanish mumkin edi. Biroq men ocharchilikqa mahkum qilingan millatim bilan birga bo'lolmadim. Shahidlik shon sharafini quchib ketayotgan o'lim karvoniga jo'r bo'lolmadim. Aksicha bu yerda men 7 dengiz orqasida uzoqqa joylashgan bir shaharda xotirjam ammo bejoblik ichida. Shundoq bu yerda men g'am ustidan ochiq yutqichilardan yiroq bir eldiman. Faxrlandirgidek biror ishmi qilolmasdan, kasalligiga yorug'idek tuzuk yoshmi to'kalmasdan. Keşke Irak'taki bu sürgün takdirimde açlık derdini tartıvatkan ehli ailemge sözlerimni anlatalısam. Vah derha! Bu facialarga şahirning ahu efkalları, açık nidaları nimini kılıp bireleydi. Keşke maysı bulup yurtumning tupurqida önəlisem. Açlıkta tupurlavatkan küçük balalardan biri kelip meni kapla kılıp üsse, ballarım bilen özünü ölümden kutkuzup kalsa. Keşke yurtumning bağlarda mey bağlap durgan meyvege aylanıp qalalsam. Açlıkta qiynalayotgan ayol meni üzüp yevesse, meni tamaqning o'rnida chaynab ütüvesse. Keşke yurtumning osmonida parvoz qilayotgan qushga aylanib ketsam. Açlıkta qiynalayotgan qavmdishim kelib meni ovlasa. Qushga aylangan tenim orqali o'z tenini qabristonlikqa ko'milishdan qutuldirib qolsa. Üntinsiz davamlaşıyotgan bu musibetim meni üzem yüz kelolmas. Kecha arvohlari oldida yarimaz qilib qo'ydi. Mana bu mening tilimni tutuldirib qo'ygan, qo'limni kishallab, meni jasoratsiz, irodasiz, hech qilib berolmaydigan qilib qo'ygan tragediyam. Bu arada menga shundoq deganlarmi bo'ldi. Acaba sening vataningda yuz berayotgan tragediyalar dunyoning boshqa joylarida yuz berayotganmi? Senin yurtunda tükülüvatkan kan yaşlarını dünyanın başka yerlerindeki jangal etizliklerindeki tükülüvatkan kan yaşlar denizliği seliştirganda neçe katırı degili bulu demez mi? Ulağı dedim. Ras. Yurtumda yüz beriyotgan bu tragediyani avazını sırtlığa çıkaramaydıgan tülsüz tragediyaga o'xshatish mumkin. Mening bu tragediyam mahiyatda yılanbaş, chayon kallalıklarının zaharxandiligi tüpayli ötküzülüvatkan cinayetden başka narsa emas. Mening bu tragediyam amaliyotda diplomasiya qilinmasdan tomoshabinmi bo'lmagan bir sahnada o'rinlayotgan bir tragediya. Keşke milletim aşı zalim hükümranlarga qarşı qo'zg'alib chiqib, isyon ko'tarib o'lib ketgan bo'lsa, shu chog'da men ular uchun taslimchilik ichida yashagandan o'rlik yo'lida o'lib ketish nechasi sharaflikdir degan bo'lardim. Chunki qo'lida dushmanga qarshi shamshar tutib, oxiratga yo'l olganlar haqning abadiyligi bilan teng mangu abadiylashadigan kemarsalardir. Keşke milletim boshqa millatlarning urushiga qatnashib, jang maydonida shu millatlar bilan qo'shilib, umumyuzlik qirilib munqariz bo'lib ketsa, o chog'da men ular uchun bu beayni yer yuzida dal-daraxt, o't cho'p chog'liq narsani qoldirmaydigan rayimsiz qora qo'yinning jazolashi bo'ldi. Qo'yin uchirib kelgan shaxshumbularning ostida qilib o'lish, qiyrilikning quchqida bechoralashib o'lgandan nechasi sharaflikdir degan bo'lar edim. Ming afsuski, ular isyon qilganliklari uchun o'lmadi. Sut va hasal bulduqlab oqadigan bir zaminning egillari turib, och qilib o'ldi. Keşke yer qattiq tavrigan, yurtimni ostin-ustin qilib etgan, oilamni, yaranlarimni yer yutgan bo'lsa, o chog'da men ular uchun bu insonning qudratidan halqagan bir kuchning tavirtishi sababli maydonga kelgan, ko'rinmas bir yorliqning kuchidan ekan.
Buning sirlariga yetaman. Tilsimlarini yeshiman deb apilishib o'ldirish avara bo'lgandan boshqa ish emas degan bo'lar edim. Afsus, ularning o'limi isyon qilganligidan bo'lmadi. Düşmeniga urush ochganligidan yoki yer yutganligidanmi bo'lmadi. Balki ular taslimchilikni davomlashtirganlikdan o'lib tugagan edi. Cibran Xelil Cibranning Ocharchilik kunlarda yozganlarim nomli yozmasidan elindi. Tarjimada Burhan Muhammad. Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizni köynələr üçün köp rəhmət. Kelər qitimki programımız görüşkəcə Allah'a emanet bolğaysızlar.